To'xta. Bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum Ota assalom. yaxshimisiz? Tanidingizmi meni? Zo'r. O'sha kuni avtosalonga kelgandingiz. Keliningiz bilan birga mashina xarid qilaman. Bo'ldi. Ha, tanidim, esladim. Suvda nima qilib yuribsiz, dodam? Mana shu bloknotdagi qarzlarni yig'ishtirib olganimda edi. Orzuyimdagi Matiz'ni olardim. Ha, shunaqa deng, dodam. Yuring bir ish qilamiz, dodam. Qayerga? Yura qoling. Keling, ota. Nimaga keldik, bolam? Yuring, otajon. Otam, mana shu mashina salonimda joy egallab turibdi. Xo'p desangiz, mana shu mashinani sizga sovg'a qilsam. O'sha kuni sizni ko'rib, otam yodimga tushib ketdi. Qani edi imkoni bo'lganda, otam tirik bo'lganida bir dona mashina emas, otajon, butun dunyomni bergan bo'lardim. Mana shu butun eng qimmat mashinalarni olib bergan bo'lardim. Mana xijolat Ming afsuski, shu uchun shu mashinani sizga ilindim. Siz duo qilib minib yursangiz bo'ladi, otajon. Qanaqa bo'larkan? Zo'r bo'ladi, ota. Yo'q demang faqat, otajon. Otajon, mashina yoqdimi? Yo'q. Bir umr orzu qilganim. Mana endi nabiralarni avtobusda emas, yo'q emas, mashinada bog'chaga, maktabga boradigan bo'ldi. Inshaalloh. Otajon, nomingizga rasmiylashtirdik. Mana hujjatlari, mana kaliti. Rahmat, baraka toping. Yuring, otajon, sizni kuzatib qo'yaman. Rahmat. Hadi, kim hozirgi zamonda mashina beradi birovga? Keliningiz ko'zini suzdimi? Endi nimalar deyapsan, nodon? O'ylab gapirgin. Xotin, to'g'risini ayt, ko'zingni suzdingmi yoki? Adasi, nimalar deyapsiz? Sendagi xotin menga kerak emas. Javobingni berdim. Bekor qilding, bolam. Ketdi, Qizim, shoshmang qizim. Kelin, otaxo'ydamilar? Otam, assalomu alaykum. Keling. Ishxonadan, hujjatlardan manzilingizni topib keldim, doda. Rahmat. Shunga bloknotingiz qolib ketibdi. Bu mani yon daftarim edi. Ota o'z farzandining kamoli, quvonchi uchun borini sarflar ekan. Lekin otaning ko'zidan nuri, belidan quvvati ketganda farzandlar uni tashlab ketar ekan. Pul topiladi, ota topilmaydi. Borida qadrlash kerak. Keyin kech bo'ladi, aka.